Rasululloh, bu 1000 ta askarni boshlig'i bor edi. Bir marta ruxsat so'radi, yo'q dedik. 2 marta ruxsat so'radi, yo'q dedik. 3-marta oldimga kelib iltimos qildi, majbur bo'ldim, bo'shatib yubordim. Shunga buni askarlari parokanda bo'lib turibdi dedi. Shunda bo'lyapti. Shunda payg'ambar alayhissalom aytibdilarki, ey Abdulhamid, sen bo'shatgan odamni biz ham bo'shatdik degan ekanlar. Cho'chib o'g'anib ketdim deydi haligi odam. 85 ga kirgan chol. Buni haligi Mehmet Akif Erso'ga aytib beryapti. Bu hodisa meni boshimda bo'lgan. Nimaga ham menga yuklatilgan vazifadan bo'yin tovladim? Nimaga ham? Endi men yig'lamasam kim yig'lasin? deb dod deb yig'lab qoldi deydi. Bu hodisa bo'lgan voqea 100 yil bo'lmadi bu hodisalarning bo'lganligiga. Bu misolni nima uchun aytayapman? Sizga yuklatilgan vazifa behuda vazifa hisoblanmaydi. Agar siz bitta yaxshilikni qilayotgan bo'lsangiz, sizni qo'mondoningiz payg'ambar alayhissalom bo'ladi. Siz agar bitta yaxshi ishga vazifador bo'lsangiz, siz bitta yaxshilikka, otangizga yaxshilik qilyapsiz, onangizga yaxshilik qilyapsiz, ilm o'qiyapsiz, shu millatga yaxshilik qilyapman deyapsizmi? Xotirjam bo'ling, safni boshida Rasululloh turgan bo'ladi. Birorta yaxshilikni xudo behudaga insonga Alloh yuklamaydi. Sizga yuklatilgan